Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi katta inshootimiz ham bitkazdik. Suvayni bu joyimiz eni manaqasiga 50 metr bo'lib, o'sha devordan narigi devordan 50 metr bo'lib, uzunasi 40 metrlik joy bo'ldi. Sklat bo'ldi bu yer. Pepsi sklatiga joy qilib berdik. Firmalarimiz mana taylari shoti kattalik, baquvvatligiga javob, xorilarimiz ham 40 ga 60 bo'lgan, stokalarimiz ham 40 ga 40. Ko'rib turganlardek. Orasi bitta perlyodimiz orasi 12,5 metrdan 4 ta perlyod bo'lyapti hozir. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab kimda shunaqa katta obyektlar bo'lsa, yopadigan joylar bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. SNG bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ponni Pro Flio elektrotigacha o'zimizdan bo'ladi. Kvadratiga keladigan bo'lsak, 170 mingdan kichkina obyektlarni. Bunaqa inshootlar 300 mingga to'g'ri kvadrati qilib beramiz. Orasini 120 dan qo'yib berganmiz bu yerdikini. Tuniki yopish holatiga tayyor. Qiziqadigan bo'lsa, qiziqqan akalarimizga pastga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.